Sarosimadagi odamlar va 2 baravarga oshgan narxlar. O'zbekistonlik san'atkorlar Dubaydagi og'ir vaziyat haqida gapirdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 28 fevral kuni dunyo nigohi Yaqin Sharqqa qaratildi. AQSh va Isroil Erondagi harbiy obyektlar va strategik nishonlarga havodan zarbalar berishni boshladi. Mintaqaga tahdidlar oqibatida qo'shni davlatlar Qatar, Bahrayn, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar ham xavf ostida qoldi. Ayni paytda o'zbek shou biznesining ayrim vakillari aviaqatnovlar bekor qilingani tufayli Dubayda bo'lib turishibdi. Ular kuzatuvchilarga shahardagi vaziyat haqida ma'lumot berib borishmoqda. Hamma do'stlarim va yaqinlarim vahimaga tushib qolishgan. Biz hozir Dubaydamiz. Biz uchun qayg'urayotganingiz uchun katta rahmat. Odamlar chindan ham xavotirga tushib qolgan. Biz ham ko'chada yurgan edik. Bir mahal baland tovushlar eshitila boshladi. O'g'lim yig'lab yubordi. Enagam bilan birga o'g'limni olib tez uyga chopdik. Haqiqatan ham juda qo'rqinchli. Hamma vahimaga tushib qolgan. Ammo mening iymonim kuchli. Hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga ishonish kerak. Xavotir olmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi, deydi xonanda Munisa Rizayeva. Keyinroq xonanda yerosti avtoturargohdan o'ta qo'rqib ketgan holatda ko'rinish berdi. Bizda hamma yoqda portlash bo'lyapti, dahshat. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar, degan u. Hech kimni xavotirga qo'yish niyatim yo'q edi. Avvaliga Dubayda qolib ketganimni aytgim kelmagan edi. Uyga yetib olgach xavotirga o'rin yo'q. Uyimga sog'-salomat yetib keldim degan ma'noda stories qo'ymoqchi edim. Lekin 4-martgacha va undan ham kechiktirilgan noma'lum muddatgacha reyslar qatnovi yo'lga qo'yilmasligining hisobiga mendan xavotir olib yozayotganlarga javob berishga majburman. Ayni paytda xavotirsiz joydaman. To'g'ri, men joylashgan mehmonxonamdan portlash ovozlari eshitilib turibdi, ammo xavotirga o'rin yo'q, deydi 22 yoshli instabloger Zebo Rahimova. Shuningdek, Zebo Rahimova o'zi turgan mehmonxonaning kunlik narxi 2 barobar qilib oshirilganini ma'lum qilib, qiyomat bo'lsa ayrim insonlar kafallikni pulga sotadi deb izoh yozib qoldirgan. Xonanda Davron Ergashev Dubaydagi tabiat qo'ynida joylashgan restoranlarning birida iftorlikka 4 daqiqa qolganini aytib, Instagram sahifasiga stories joylayotgan mahal uzoqdan gumburlagan tovush eshitilgan edi. Instagram sahifasiga stories joylayotgan mahal uzoqdan gumburlagan tovush eshitilgan edi. Xonanda Dubayda mavjud qoidalarga ko'ra iftorlik vaqti bo'lganda ro'zadorlarga mana shunday baland ovoz orqali bildirilishini aytib o'tgan.